Mana hurmatli podpischilar. Mana Ariston o'shda qish oldi. Ariston ishlamay qolishi mana birinchi. Mana bu shatur. Mana bu klapini o'tkazmay qolar ekan. Mana o'zi korroziya tuzib qolar ekan. Davom etavering ishda bor, davom etavering. Mana ish jarayoni. Tenti qayirib o'rgan вообще. Hozir ochib olish muammo bo'ladi. Mana aka. Chiqish jarayoni. Agar tent qo'parilishdan chiqmasa, bu turishda mana. Mana tenti qayiribdi-da. Tenti qayiribdi. Mana chiqarib oldik. Bunaqa arqa to'galik nima bo'ladi? O'zida chiqarib oldik. Endi mana bu ichini ko'rsang, ichini. İçi vaqti korroziya ketgan, yurish jarayonini ko'rsatamiz hozir. Mana doim mana shu yigitlar karcher bilan Ariston yuvish bilan ovora. Hozir. Ishdagilar videoga tushirishinglar. Böyle. Mana shuncha musor. Mana like bosamiz, ko'proq like olib. Podpiska shart emas, like bosamiz. Mana shuncha musor Ariston ichidan chiqdi. Bu tok urish jarayoni, portlash jarayoniga olib keladigan mana shu korroziyalar aybdor. Mana. Har xil. Mana bu tuzlari mana ekan. Suvga ketadi. Napor bilan ichiga uradi, oqib tushiraveradi o'zi. Ha? Musullar chiqarib oladi. Ya bari urib tushiradi buni. Mana ekan. Mana shu Ariston ichida aka. Tok qochishi, klapin ishlamay qolishi, Ariston ishlamay qolishi mana shunda. Yoqqansa bitta like bosasizlar. Mana ustokalarimiz hozir karcher bilan uradi gumbullab hozir. Napor bilan. Mana. Ichidan chiqqan musor mana shu. Like bossangiz foydali bo'lgansa, like bossangiz. Montaj, shantaj qiyotmadik. Mana живой ko'rsatyapti. Живой, mana shuncha musor mana. Faqat bir satr musor. Yuvamiz aka ustini ham bari. Qayerda? Ha, yoqing. Qo'shing, bor qo'shib oling usta boya ko'k knopkani bossangiz. Mana aka. Mana aka. Aytganingizga tosh chiqgan. Ha. Aylantirib yuramiz. Devorlarni aylantirib yuramiz. Ustaga ber. Mana. Karcherga olib borib yuvasizlar mana shundan. Qo'ldan bittacha karcher. Napor zo'r bo'lsa karcherga. Mana bu tenti. Mana shu tent mana. Tenti bosib tushadi. Давай. Mana bu tent. Motorga qo'y. Tenti. Mana ko'taramiz ha. Mana aka. Shuncha musor. Shuncha tuz. Bizning organizmga xuddi tuz bosadi yuraklarda. Xo'sh, mana bu ichida qaytadan sug'urib olinglar. Qo'yinglar. Mana bular mana tuz korroziya baylab qoladi mana. Mana bular ham tozalanish kerak. Bitta like bosinglar, video ma'qul kelganmiz. Ko'rib olinglar, Ariston ishlatadiganlar. Mana ekan. Sanjarjon bir nima deb o'ting Ariston haqida. Xavfsizlik, texnika xavfsizlik Foydalariga ro'yobga. Qish oldin hammalarimiz Aristonlarimizni ko'zdan kechirib qo'yinglar. Tok shundan qochib uradi, ha? Ha, yiliga bir marta tozalash kerak. Shunday. Ayniqsa mana eng sho'rlik joylarga, ha? Shunday. Sho'r bo'lmasa ham bar sho'r bo'ladi, ha? Suvda bar tuzlik bo'ladi, ha?
Yilga bir marta tozalab, qopib turinglar. Ariston bilan katta yo'l hammasi bari tozalanish kerak-da. Shunday. Mana bu obratga klapani, obratda klapani ishdan chiqqan, qotib qolgan. Issiq suv liniyasi kam chiqish holatlari mana shundan bo'ladi. Klap ishlamay qolsa, suv liniyasi kamayib qoladi. Bosim. Orqaga suv qaytib ketish ehtimoli ham bo'ladi. Bosim, ha? Tushundim.